Ye. Qaraman aka nima qilyapsizlar ey? Nima? Bu endi shunaqasi bo'ldi. Endi qop bilan tashlamaymiz tepaga endi. Yo'q, qop bilan tashlamaydi. Qo'shini qo'yib qo'ydilar. Qop bilan shuni tashab turib, tepaga chiqarib yuboraverami? Qoyili. Oh. Shuni ichiga tushyaptimi? Oh, mana. Ana yopilmagan ekan betlari. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Bizda kafelnikli rodman, shpakilovka, nalivnoy pay, короче, сухой смесь mahsulotlarini ishlab chiqarish uskunalarimiz tayyor bo'ldi. Bu stanogimizni Qirg'izistonga tayyorladik. Xudo xolasa bugun chiqarib yuboramiz. Mashinaglar ishlab turibdi. Tashamchi aka, bir tomosha qilaylik-chi, qana olib chiqar ekan. Mazza qilsak, bular mazza qilib bizda. Qo'ydi so'yib. So'ydi qilmoqlar mumkin emas. Yaxshi ochmadilar. Ular qopni ham eplolmayapti. Stanokni qana eplagan bilmayman. Qopni olib ketib qolmasin. Ana. Olib chiqib ketib bo'ldimi shunda bir qopni endi? Tamam. Qoyil. Bu apparatimiz 300 vaza tok bilan ishlaydi, 380 voltda. Mikser yurg'izib qo'yamiz, bu aralashtiradi endi. Bu changi turgan sababi bular yopilgan yo'q, qonunlari o'zimiz hammasini ko'rish uchun, tekshirish uchun qo'yganmiz. Mana apparatimizni ishlash prinsipi ikki xil variantda, ham shinegli, ham ketmonli deymiz qishlashchasiga. Shunday yopiladi, boltga bilan qotirlab, mana changlar chiqmaydi. Mana bu qopni olib kelingchi, mana bu ko'raylikchi, qoplab. Tag'ara qancha tag'aralarni olib kelinglarchi. Akalarimiz katyol buktirgani ham kelgan baqa mana xudo xolasa. O, DTP bo'lmasa haydang. Bizni tahoni ehtiyot qiling mana. Qani qoplashini ham ko'raylikchi, nima qilar ekan. Sur, tayyorga sur. Mashi. Yo'q, quyin bu bo'ron. Qoyil. Mana shunday tashlab yuboringlar buni ham. Murodilbek ichkarida qop bor. O'zini qopidan olib chiqing, space qopiga ham qoplab ko'rsatamiz. Xullas bu apparatimiz sohatiga 1 tonna mahsulot ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Hamma joyi yangi materiallardan yasalgan, redaktorlar ham yangi. O'zini qopi, xudo xolasa, mana shineglar ishlardi, shumi yo'q. O'zini qopi mana bunaqangi bo'ladi mana. Mabetni ochaylik mana. Mabetdan o'zi kiradigan joyi bor mana. Mana shunga kirgizdirib turib, endi buni tagini kavlab qo'yish kerak. Mabetni basseyncha qilib, shu basseynchaga keyin tashaveradi o'zi. Chuqurda turish kerak bo'ladi. Qani bossangchi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bizda qoplarimizga tagini kavlaganimiz yo'q. Bo'ldi, oldik mana. Ular xudo xolasa qoplandi mana. Andalus Rodman kafelnikli shpakilovka degan apparatlar mana shu bo'ladi. Yana bittasiga urek chiqani. Sol ko'z ko'rmayapti. Shomdan keyin ko'rmaydi chollarni ko'zni. Juda kir ekan bu qop, endi mayli qoplab qo'yaveramiz. Mana shunday qilinadi, qop solinadi. Shunday qilib olamiz. Mana yana bir qop tayyor mana. Bu tayyor biznes bo'ladi. Hamma mahsulotlar o'zi tayyor keladi. Shu tayyor kelgan mahsulotlarni faqat aralashtirib qoplaymiz. Mana shu qopidan o'rtacha 3000 so'mda 5000 so'mgacha pul qoladi. Bu qopdan soatiga 40 ta chiqarish mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, 40 tasidan ketadi 3000 dan qolganda 120 ming. Agar 5000 dan qolsa 200 ming so'm pul qoladi. Ular shunaqangi uskunalar kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.